xato qilish, xatoga yo'l qo'yish, gunoh qilishlik insonning tabiatida bor narsa. Xohlaydimi inson, xohlamaydimi, qasddanmi, beqasdmi, undan gunoh albatta sodir bo'ladi. Mana shu gunoh undan sodir bo'lgan paytda atrofdagi odamlar 3 qismga bo'linadi. Birinchisi uni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradi. Ikkinchi toifa yomonlikka buyuradi, yaxshilik yo'lini to'sadi. Uchinchi toifa bor, ular birinchisiga ham, ikkinchisiga ham qo'shilmaydi. Yaxshilikka buyurib yurdi ham, yomonlikka ham buyurib yurdi. Hech narsa bilan ishi yo'q, beparvo odamlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odamlar jamiyatini bir kemaga o'xshatdilar. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhudan keltirilgan hadisda u zot aytadilar: "Masalul qoimi ala hududillahi wal waqi fiha kamathali qaumin istahamu ala safinati." Allohning man qilgan narsalaridan saqlanuvchi va uni tortinmay qiluvchilarning misoli xuddi bir jamoaga o'xshaydi. Ular kemani minishda qur'a tashlashdi. Ba'zilarining hissasi tepaga tushdi, ya'ni ba'zilarining hissasi tepada o'tirish bo'ldi. Ba'zilariga pastki qismi tushadi. Peshana kimga qayerda tegdi? Past qismdagilar suv olishlik uchun tevaga chiqib, yana suv olib pastga tushishadi. Ular bir-biriga aytishdiki, hada pastdan tevaga chiqib, tevadagi birodarlarimizni ham bezovta qilmasdan shu kemani taydan teshib olmaymizmi? Yonimizda suv turibdi. Shunda ovoragarchilik ozroq bo'ladi deydi. Payg'ambarimiz aytadilar, agar tepadagilar pastdagilarni qilgan ishini o'z holiga tashlab, xohlagan narsasini shundaycha tashlab qo'yishadigan bo'lsa, barchalari halok bo'lishadi. Agar ularni bu fikrlardan to'xtatsa, o'zlari ham, qolganlari ham najot topishadi. Ya'ni amru ma'ruf nahy munkarga bundan go'zal, bundan chiroyliroq misol topa olmaymiz. Hammamiz bitta kemadamiz. Agar bu mana shu siz bilan bizning jamiyatimiz fasodga yuz tutsa, odamlar munkarga beriladigan bo'lsa, fisq, fujur yoyiladigan bo'lsa, solih insonlar faqatgina masjidga kirib olib, faqat o'zlari bilan o'zlari bo'lib, ularni qaytarmaydigan bo'lsa, bu jamiyatga balo keladi, yoppasiga ho'l quruq teng ketaveradi. Val mu'minuna val mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi va yanhauna 'anil munkar. Mo'min va mo'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Ular yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan to'xtatadilar. Siz bilan bizning mo'minligimizning alomati munkarni ko'rganda to'xtatishligimiz, ma'ruf ishga odamlarni buyurishligimiz. Agar shu sifat bizda bo'lmasa, bizning iymonimiz nuqsonli bo'ladi. Menga nima deysiz, o'lib ketmaydimi deysiz? Bir marta tilingiz bilan ham aytib qo'ymaysiz. Sizning mo'minligingizning nuqsoni borligidan. Val munafiquna val munafiqatu ba'duhum min ba'd, ya'muruna bil munkari va yanhauna 'anil ma'ruf. Endi munofiq erkaklar va munofiq ayollar bir-birlaridandir. Ya'ni bir-biriga shular do'st. Ular yomonlikka buyurishadi, yaxshilikdan to'xtatishadi. Biz birodarlar musulmon jamiyat haqida gapiryapmiz. U kofirlarning jamiyatini qo'ying. Musulmonlarning ichidagi holatni aytyapmiz. Munofiqlar ham musulmonlar ichida yuradi. Namoz o'qiydi, roza tutadi, masjidlarda saflarda birinchi qatorda turishi mumkin. Ammo ana shu namozxon boyaga biz aytayotgan munofiq deyotgan odam ko'chada birorta bir ma'ruf ish ko'rsa, shuni to'xtatishga urinadi. Munkar fahsh ish bo'lsa, bildirmasdan shuni rivojlanishiga hissa qo'shadi. Kimdir qo'lidagi telefon bilan fahshni tarqatadi. Kimdir gazetada, kimdir telefonda, kimdir radioda. Va yaqbiduna aydiyahum nasulloha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ana shu munofiqlar Alloh yo'lida infoq ihson qilishdan qo'llarini tiyadilar. Ihson qilmaslikka buyuradi odamlarni. Ular Allohni unutishgach, Alloh ham ularni unutdi. Albatta munofiqlar haqiqiy fosiq kishilardir. Agar birodarlar jamiyatda yaxshilikka buyuradigan, yomonlikdan qaytaradigan odamlar ko'paysa, solih, yaxshi insonlar yengadi. Va bu jamiyat taraqqiyotga yuz tutadi. Garchi ichida munofiqlari bo'lsa ham. Ammo aksincha, agar fosiqlar, fojirlar, munkarga buyuradiganlar g'olib keladigan bo'lsa, garchi bu jamiyatda solih insonlar bor bo'lsa ham, bu jamiyat ustiga fasod yoyiladi, Alloh taoloning sinovlari, balolari keladi.